Mana do'stlar, o'sha O'zbekistonda yagona bo'lgan ko'p muhokamalarga sabab bo'lgan o'sha toksiz bezelektron ishlaydigan bego'y doroshkamizni birinchi qo'l ishlab chiqarish sexiga kelganmiz. Do'stlar, qaranglar, bu yoqda tabloli hamda tablosiz bego'y. Ikkalasini shakli ham, razmeri ham, materiali ham hammasi bir xil bo'ladi, faqat tablo bilan mana bu yerda puls o'lchaydi, kaloriya o'lchaydi. Mana shu yerda farq bo'ladi, xolos. Qolgan joyida farqi bo'lmaydi. Ovozini qiziqmoqchi bo'lganda do'stlar, mana ovoz bitta yugurib bering. Mana yurganda ovozi chiqmaydi. Lekin yugurganda xuddi mana shunaqa ovoz bo'ladi. Plavniy unaqa sharaq ovoz yo'q, ko'rishingiz mumkin. Zavodskoy o'sha Xitoydan keladigan bego'y daroshkalarda ham xudo xolasa ovozi mana shuncha bo'ladi, xolos. Bu yoqda mana buni narxini 4,5 million so'm. Agar mana shu modelga tablo qo'yib beradigan bo'lsak, uni 5 million 200 ming so'm qilib beryapmiz. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa mana ko'rib turishingiz mumkin. Xohlagan ranginglarda pachimliklariga e'tibor beringlar. Pachimliklari xudo xolasa yaxshisi, unaqa oddiydan bo'lmaydi. Hali aytishingiz mumkin, ko'pchilik hali pachimligi yaxshisimi, Xitoydan keladiganlar ko'pchilik yaxshi pachimlik bo'lmayapti deb biz ham o'shandan qo'yib ko'rdik, lekin u pachimlikni bego'y daroshka og'ir bo'lib qoldi. O'shaning hisobiga originalni yaxshi pachimliklar xudo xolasa 2 yilga garantiya beradi. Oldida hamda orqasida ikkita barabani g'ildiragi bo'ladi, aylantirib turadigan. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, xudo xolasa o'zimizga aloqaga chiqaverasizlar.